Bugun biz pedagogik mahoratning mazmunini sodda va tushunarli tarzda ko'rib chiqamiz. Avvalo, pedagogik mahorat faqat bilim emasligini bilib olishimiz kerak. Chunki yaxshi ustoz murakkab mavzuni oddiy va qiziqarli qilib beradi. Endi tarixga qarasak, ustoz doim tarbiyachi sifatida ham qadrlangan. Avestoda ta'lim, odob va yozuv inson kamolining tayanchi deb qaralgan. Forobiy esa bolaning kamoloti uchun tajribali ustoz zarurligini aytgan. Beruniy o'quvchini zeriktirmaslik uchun mavzuni yangilab borishni tavsiya etgan. Demak, kuchli o'qituvchi vaziyatga mos usul tanlay olishi kerak. Buning birinchi tayanchi fan va metodikani chuqur bilish hisoblanadi. Ikkinchi tayanch o'quvchini tushunish va unga mos tushuntirishdir. Uchinchi tayanch nutq, ovoz, mimika va sinfni boshqara bilishdir. To'rtinchi tayanch hurmat, sabr va adolatga asoslangan pedagogik etikadir. Beshinchi tayanch esa o'z ustida ishlash va yangilikka ochiqlikdir. Shu sabab zamonaviy ustoz faqat dars beruvchi emas, mentor hamdir. Aynan shunday yondashuv dars samaradorligini kundan kunga oshiradi. Interaktiv metodlar talabani eshituvchidan faol ishtirokchiga aylantirib boradi. Natijada sinfda bilim, muloqot va ishonch birgalikda rivojlanadi. Xulosa shuki, haqiqiy ustoz talabaning kelajagini shakllantiradigan kuchdir.